Çaqçaq kitapqa, kitapdagi teoremalarga qarab o'ginib olg'ili bo'ladigan narsa emas. Çaqçaq qilibqa, qonuniyatga tushmaydigan tilsan edi. Uning tafakkurni tavlash, mustaqil fikr qilishga yetaklash, notiqlik san'atini yetildirishdek ko'p qirliq roli bor. Çaqçaq qarmoq so'z o'yindek ko'rinadi. Ammo uni sal chaqlashga bo'lmaydi. Növbeti kelsa, joyida qilingan bir eg'iz chaqchaq shunchalik kuchli inkas bilan jamiyatimizda mavjud bo'lib atgan turli masalalarning mohiyatini ichib beralaydi va tuzatalaydi. Ba'zilar o'zining kelgusi uchun yaxshi turmush kechirish uchun yashaydi. Ba'zilar el qalbini suyundirish, shodlantirish, xushal qilish uchun, o'qsiz yetim yesirlarning kelgusi uchun hashamatli turmushdan voz kechib yashaydi. Bugun Chimbuloq ekrani orqali sizlar bilan sirdishadigan bu shaxs dal shularning vakili. El so'ygan atoqliq chaqchaqchi, xalq qiziqchisi, saxovat egisi Habibullah Abdurahim. Assalomu alaykum Chimbuloq to'rining aziz qo'llovchilari. Ekran oldidagi qadrli do'stlar. Chimbuloq ekran orqali sizlar bilan asralashganligimizdan to'liq xushalmiz. Chimbuloq to'ri qurilgan 5 yildan buyon 50 million qitimdan ko'proq ziyorat qilinib, keng to'rdoshlar uchun a'lo mulozimat qilinib keldi. Hozirgi kuniga 150 ming qitimdan ko'proq ziyorat qilinib, o'zining xoslik va yangilik jihatdagi aloyidliklar bilan Uyg'ur to'rchilik ichida alohida o'rin tutib keldi. To'r bekitimiz xalqqa manfaat yetkazishni o'zining qibla-nomus qilib, xalq uchun xizmat qilib keldi. Keng xalq omasining ma'naviy turmushini beyitish, estetiklik beg'ishlash, shundaqla eng yangi uchur va bilimlarni vaqtida yetkazishni asosiy maqsad qilgan holda Chimbuloq ekran suhbat programmasini yo'lga qo'ydik. To'r bekitimizga mazmunlar sizlarning ijtimoiy turmushingizga o'zgacha ma'nolarni ato qila olsa, biz shuningdan olamcha xushalmiz. Qadrli do'stlar, bugungi Chimbuloq ekrani suhbat programmamizning tunji soniga biz o'zining yumoristik chaqchaqlari bilan elga kulka va shodlik ato qilib kelayotgan tonilgan chaqchaqchi, ma'rifatparvar o'g'lon eliliqlarning faxri Habibullah Abdurahim akani taklif qildik. Qani amsa diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Habibullah aka. Va alaykum assalom. Aldı bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi bu suhbatimizga qatnashib berganingizga to'r bekitimizga barliq xizmatchilarga vakolatdan ko'p tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat. Rahmat sizga. Undaqda aldı bilan keng to'rdoshlar bilan shundaq ekran oldidagi do'stlar bilan bir salomlashish bilan birga o'zingizni bir tanishtirib o'tamsiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Chimbuloq to'r bekitiningki ko'rmanlari, salomatligingizning yaxshi bo'lishini, oilangizning xotirjam bo'lishini tilashdim birga. Yani sizlarniki, o'zimniki qisqacha bir tariximni tushuntirib o'tay. Mamay kentidan tug'ilib, o'sgan. Ota-onam dehqon oilasi cho'ng'an. Keyin G'uljiga kirib, G'uljida o'ltiraqlashib, shuning bilan keyin shu qiziqarli gap so'zlar orqali xalq tonilib, mushkamcha xalqning olqishiga erishib kelyapman. Hamda Habibaka siz qandaq bir ish sababidan yoki qandaq bir kuch turtkisida shu chaqchaqchilar sepi qaytilib qoldingiz? O'sha haqda to'xtalib beramiz. Men kichik vaqtimda maktabda o'qiganda chaqchaq qiziqdim, qiziqarli gap so'zlarga. Undan keyin burun men maktabda o'qiyotganimda asl naqshchidim. Ha, naqshchi taqdim. San'atningki maktabning san'at ko'rgazmalari qatnashib naqshchidim, asosli naqshchi bo'ldim. Keyin shundan bu chaqchaq qiziqdim. Qiziqib shu biyalarga berib chaqchaq qilish orqali musaralarda chaqchaq qilib shaharlarga kirib chaqchaq qilish orqali uni tonilib keyin unga bir lo'yin chiqqandan keyin lo'yin deylarga chaqchaq qilib tonilib shundan keyin shu Isamkam bilan tunji qitim o'tgandan keyin bu Isamkamning chaqchaq qiziqib shundan bu Isamkam bilan kirib tunji qitim emarja olim Isamkam men uchimiz bir day chiqadikda o'qlarda deyni opirib ko'chirib berdi bir qo'yga. Yanshingdaylar yo'q qarday. Shuning bilan men xalq tunib hibi delib keyin shu sharga o'tiraqlashib qolgan. Undaq siz boy o'zingiz aytib o'tgandek maktabdagi vaqtingizda boshida naqsh aytdingizga maktabning san'at ko'rgazmalari qatnashibsiz, keyin bu chaqchaq qiziqib
o'zingiz shu jarayonda nurg'un so'rovlar qatnashish, mashg'ulotlarga qatnashish jarayonida o'zingizning mush iqtidorni davomli yetildiribsiz. Undan keyin Isom aka bilan ko'rishibsiz. Mush jarayonlarda shu toki sizning chaqchaqchilik kirishgandan tortib hozirgacha bo'lgan jarayonda siz o'zingizga eng ta'sir qilgan bir ishni so'zlab beramiz. Bo'ldi. Menga ta'sir qilgani men 91-yili aşı bir faaliyet qatnaşdım. Qatnaşıp şoňa meni bir teklif qildi-da radio stansiyasyniki. Teklif qilgandagi şoňa 200 adam bar. Aşağıda şoňa tunji qitim muşu çaqçaqni ilip muşu Isom kamlava, bütün dаңлык çaqçaqçılar var. Şu vaqtida türge arqaqtida şu birindelik mukofotga erişkendim. Çaqçaq tizlikde, onken ilqi çaqçaq mazmuni bulsun, onken ilqi turmuş to'g'riliq olsun, aşı jihatlarni baholaganda birindelik mukofotga erişip şoňa tegimi tirişdim-de bununla kirişip şoňa çaqaga yelek barıverdim. Şoňa nam çıqırıp keyin ikinci qitim şoňa televiziya stansiyasyniki bir faaliyet qilgandiki uningdimi şoňa mukofotga erişdim. Erişip Isom kam bilan Isom kam birinci, menim birinci qilib qo'yibdi. Keyingi Isom kam birinci, men ikinci bo'lib şoňa 16 çaqçaqni ichida üzüp chiqandim. Ansak siz hozir o'zingizdan pul ajratib, o'qishsiz qolgan bolalarni o'qitib o'tibsiz. Nurg'un yaxshi xayriy ihson ishlarni qilib o'tibsiz. Mushaqda keng to'rdoshlarga bir umum tushuncha beramiz. 91-yili G'o'ljidayliq o'rislar kelib shu vaqtlarda bolalar tijorat qilib, nim qildim. Keyin bir Tashplat deb bir og'aynamning shirkatida ishildim. Ishlab aşlar, on qo'lda ishlab, pullarni yig'ib, xil pul yig'ilibdigan. Keyin endi buning bir mashina alaymi, mashin minay degan ideya bilan shundan cho'nglar maslahat qilsam, bu mashin minmay, yaxshi ishlarni qilsang bo'ldi-ku, bu mashin degan apib bir usvasan keyin pul qolmaydi buni. Dedi, shundan bu qana qilmay deb shundan yurtimga chiqdim pulni elib. O'zimning yurtiga, mamayizga chiqib, shu o'qituvchilar bilan paranglashdim o'zimning ustozlar bilan. İşte bir yaxshi qilaydi otmamış maktabdan bir yetimlarni, mishaytki bir namratlarni bir o'qitaydi otmasam, ular qo'lida. Shundan tunji qitim men 90 bal ajratbadi-da, menchik bal ekan namrat yetimdan deb. Ularni o'qishsiz, jamiyat kichikaytganda pulim bo'lgandan o'qima bolam pulim bo'lgandan sen nega borsa deydiganlar uchun sen kadr olamsa bir dehqonning bo'lsa dehqon bo'ladi. Sababidan o'qishdan qilib qolgan bola. Şoňlan bularning iqtisodini men berme deb ekilib o'qitib 90 balni maktabga ekirdim. Ekirib şoňla yana qarsam bu yaxshi ekan, hammadan qo'lladi. Şoňlan buni ko'paytay deb şoňlan mehribon anlar bilan G'o'ljida qurildi. Qurilgandiki ular bilan birlashib turib, iqtisodni yana ko'paytib yig'ib yordam qilgan bo'ldi menga. Iqtisod jihatini qo'llab. Şoňlan qo'g'onchi deb bir yezyapti. Qo'g'onchi yezsig'idan yana ajratbadi. Maktab tunji qitim şoňla tegini guançanlashtirib, maktabni kengaytib silib, şoňlan bu bolalarni ko'paytib 320 ga apadik. 320 aprep, hozir bolalar cho'ngib ketdi. De cho'ngib oldini to'yni qilib berdim. O'yladim-da bir yil. Oldi oliy maktabga o'tdi. Ba'zileri intamda o'tamaganlar hozir vinoy o'rganyotdi. Vinoydan chiqib hozir ishlayotdi, maash ishlayotdi. Ayniq hozir qo'limda 320 bola bor. Maktab o'qituvchilar, mehribonlar va bizga haqsiz dars o'tadigan. Hukumat yordam qildi. Bütün saxovatchi odamlar bor. Shu pullarni kelib berdi menga. Yaxshi qilibsan. Sen bo'lsang qil mana pul deb berdi. Ularga rahmat aytaman-da. Şuna 320 balam bor. Demek siz hozirga qadar 320 balni o'qityapsiz. Shunday ba'zilarini hozir oldini turmushlik qilibsiz. Yana ba'zilar oliy maktabga chiqibdi, yana davomli o'qiyotganlar bor ekan. Bundan keyin sizning bu yaxshi ishlaringiz, al orzusiga tutash yaxshi tilaklaringizning amalga oshishiga tilakdoshmiz. Endi Hebeka shu o'ylab baqsaq, xalqimiz cho'lponlarning tanilgan kishilarning, ya'ni küldürgü artistlarning jumladan xalq tanilgan kishilarning hayotiga, shaxsiy turmushiga bekmi qiziqadi. Ba'zida shu kishilar orasidan shu biz xalq tanilgan cho'lponlarimiz munosabatlik ba'zi bir qiziqarli gaplarni anglab qolamiz. Shu keng to'rdoshlarmi ham keng xalqimiz sizning
turmushingizga bak qiziqadi deb o'ylayman. Sizning shaxsiy turmushingiz haqida ancha-muncha paranglashib baqsaq bo'ladimi? Mening ham shaxsiy turmushim bir necha yil to'y qilmadim. Mishkamchi uylanmadim-da. Ba'zilar nimishga uylanmadim, uni bunday edi, men de chaqchaq qilib, beqib olgan bolani o'gaylab qo'ydi degan bir ideya deydi. Mumkin. Uni kendi o'zimninki ba'zi vaqtlarda salomatligim yaxshi emas. Unda bo'lganki turib eliq so'rinlarga 2-3 oy yo'qolib ketaman-da. Yo'qolib ketgandan keyin ba'zilar uylab ketdi deganlar bor. Turli gaplarni aytdi. Tegib ketdi. İşki putida yig'ilib qopdi, manganmay deb turdi, qaslardan men o'qqasim. Ashta gap so'zlar topdi. Shona ko'chiq bir chiqib, shona bir oyni aytman so'rinlarga chiqib, sarab oyni o'tgan, voy bu hayotga. Ko'diq deydiganlar-da. Ba'zilar ishonmaydi, ichib bibi o'xshayotganat uylab ketdi. Ichim yinib keldi, ba'zilarga, voy o'yatgansangiz, voy ichim pishib yinib keldim, ruxsat deb qo'ymanda. Yinib keldim deb. Ashu ba'zilar uylarim kelganlar bor. Uylab ketdi degancha ishonmay. Uni keyin meni turmushim ham oddiylar. Nurg'un uylar joylarni ilib uylan salsam bo'ladi. Lekin ash bolalar qiziqib, hozir hukumatning uyida turyapman. O'zim hukumat bergan uyda. Bu musulmonmi loballardek yerlarni ilib qanaltirlik uylan silib bunda yazsam bo'ladi boyvachcha o'sha. Biroq men uni qilgan bilan beqib olgan bolalar osh qoldi. Shuning uchun bolalar yaxshi qarmasam bo'lmaydi. Shuning uchun mening turmushim ishlash jarayonida. Eli chaqchaqchilarning peshvosi bo'lgan Isom aka eli chaqchaqlarning gullanishi va rivojlanishida ko'rikli rol o'ynaydi. Shundaqla Isom aka boshchiligidagi sizga o'xshash Isom akaning varislari bo'lgan chaqchaqchilarmi eli chaqchaqlarni bugungi davom etdi. Undaq siz shu eli chaqchaqlari shundaqla yetishayotgan yosh chaqchaqchilar qarta qanday o'ylaganlaringiz bor? Shu yoqda to'xtalib berasiz. Endi bu bizmi kichik vaqtlarda eng chaqchaq qaqlarda bizni tushiradi. Unda parang qilsang bo'lmaydi. Xalqning orasida nazardan tushib qolsa deb. Endi biz Isom akamlarni keyin tanishib o'tgandan keyin chaqchaq degan bunda bo'lganda deb bu odamning gaplarini yodlab biz ba'zi gaplarni uni ulgilab, unga osh pasim bo'yicha deb shu mushalat keldi. Endi yetishib chiqayotgan chaqchaqchilar bor endi. Bo'lgan bilaylik. Mazmun jihatdan ba'zi jihatlardan diqqat qilmaydi. Ama cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin da o'rtaga yerlarda diqqat qilmaydi deydi gap so'zlarga. So'ringa diqqat qilmaydi. Unga to'xtamay cho'nglar va ayollar o'rtagan so'rin demay ba'zi gaplarni davrdigancha. Shu uning keyin ba'zilar shu o'rtaga odam chaqchaq tushunmay chavoqchib kuldiganlar ko'p. Bu nimda deganligini bilmaylik kulib ketdi. Harakat qism kulayverdi hozir ba'zi so'rinlarda. Ashning qayliqi netchada biz deb o'tdik. Ammo gapni deyma bizning kichik hamda qiziqchilarga. Bunda deyma, bunda mangsang uni xalqning olqishiga erishsa, bo'lmasa ya 1 yil ya 5 yil ichilsa uni yaxshini ishtiriydi. So'ringa chaqamsanda men kirib ichilib berma deganim maydi-da so'rin. Isom akamning bo'yicha marat bo'yicha desa, ba'zilar uni tushunmaydi. Uni keyin shu o'tirayotgan ba'zi tomoshabin deb qo'yamiz. Oshlam tushunmay chavoqchib kuldiganlar-da. Chaqchaqli deydi. Ma gapni nim dedi hozir desek, vaytan kuldiq qo'li deb qo'ydiganlar-da. Haqlar kuldim, men kuldim degandek. Bir şey qarab kulayverdi-ku. Aynan. Uni keyin ba'zi chaqchaqchilar bor. So'rinda o'tirib bir-birini yomor so'zlar ya chaqchaq qilib qolsinmi, yondikini mushlab urdigan bir chaqchaqchilar bor-ku. Unda odam 1 yil 2 yil chaqchaqdan keyin bunda haqni uqib ketganda unda odam voy mana endi o'tasan sen to'qiningni chopiningni yetib yutib urib ketdi. O'tirishda qo'rqilgan bo'lib qoldi. O'tirishda ashna endi o'tirishdan qo'rqsiz. Bizarib ketdi. Unda chaqchaqchilar jiq paranglar qildiq ham so'riladi. Olmaydi. Ili chaqchig'iningki asos rollari nimishga aytsinlar, yomon ishlarni so'kadigan, yaxshi odamlarni maqtab ko'tirdigan Mındırak adamlarını biz çakçak arkalık düşürümüzce. Bir adam ketip adam bir urğunamaydı. Paran arkalık düşürümüz. İbret oldu. Mında işleri edip öpçürdükiler. Şuna man dep düşündü. Bazıları düşenmesi özünün işemdi. Bazılarını kötürümüz yaxşı adamlarını. Özü ağız çıkıp demesi mi?
biz ani ganga qilib turibmizda chaqchaq orqali nurg'a odam tushunda mana bunday ishlar ekanda chaqchaq orqali kulib ham kuladi ham aning ish izlarini biladi haq o'sha orqali bu chaqchaq degan shu isamkam bizga shunda degan bir odam to'xtalib olsa olmaydi azob berishga uni keyin bu chaqchaq deganda ayibni so'kish bo'lmaydi ba'zi odamning puti ojiz bo'ldi ba'zilarning ko'zi ojiz bo'ldi uni sen mundaq kelsa vayt desak u chaqchaq kirmaydi ro'yi azob deb qo'yamdiq uni zarba berib qolgan unda odamni ro'yini ko'tarish kerak unda odamlarning agar biz undaq sen puting mundaqga vayt desak oy sen shu sahib qolsam ko'nglida bir xil azob bo'ldi shuning uchun bu isamkamlarning ta'limini oldiga ayolimiz jarayonlar to'liqqa sizning bir chaqchaq ekansiz siz odatda she'riy chaqchaq qilgansiz sizning nurg'un she'riy chaqchaqlaringizni plastinkalardan matbuotlardan ko'rdik ham angliq undaq sizning hibikam qarta boy biz hibikamdan o'sha hayot faoliyatlari bilan bir qo'l tanishib o'tdik undaq sizning hibikam qarta qandaq bir ko'z qarashingiz bor shuni bir qisqacha anglab baqsaq bu gapni men deymizammo butun xalq biladi xalq e'tirof qilgan chaqchaqchimiz hem qiziqchimiz hem hozir javob bunday odam dunyoga bir keladi ikkinchi qaytim haligiz kelmaydi buning ish izlarini hammamiz bilamiz nurg'un chaqchaqchilar bor o'zidan bu chaqchaqchilar chaqchaq topgan pullari bo'lsin yiqqan pullari bo'lsin oldig'ini eng boshda mashin uy dacha ashuna nimalarga qiziqadi bu eng qisqasi mushkulimiz bir vazifani yapmoqman topgan pulga yig'ish orqali jamiyatdagi yaxshi sohavatchi hajimlarning yiqqan iyoni qilgan pullari mikrofon onalarning yordam qilgan pullari hukumatning yordami bilan bu maktab silib nurg'un egichaqsiz bolalarni o'qitdi ham o'qityotdi buning ish izlari chaqchaq qilish orqali topgan pullari ba'zan chaqchaqchilar chaqchaqni ikkinchi o'ringa qo'ydi o'zining ayrim kasblari bor boshqa kasblarni qiladi buning boshqa kasb yo'q shu chaqchaqdan boshqa hech qanday kasb yo'q shu kasbga ajib ketgan shu kasbga tayinibla topgan bularga shunaqa o'qishsiz bolalarni o'qitib yordam qilishga buningga ham barakat ado qilyotidi boshqa izdirdimmi gulgandek xalqning og'zidan yaxshi gap so'zlar bo'ladi buni hammamiz qo'llaymiz xalqni yo'llaganlarni xalq o'zi yo'llaydi sizning shu hibikam to'g'risida yozgan bir parcha she'ringiz bor ekan biz uni plastinkalardami ko'rdik balkim to'rdoshlarmi ko'rgan anglagan bo'lishi mumkin bo'lsa shuni kang to'rdoshlar bilan ekran oldidagi do'stlar bilan birlikda bir anglab baqsaq man barkat bersin hibiga degan she'rimni o'qib beray chaqchaq qilg'in naq pulga so'zlab yurma nesiga sening qilgan chaqchiqing bek yaqudi hammiga har so'rinda tang tursan chaqchaqchalar gepiga choshmi chaqchaq cho'lponi barkat bersin hibiga sening qilgan chaqchiqing el qalbida qoldig'u talay yigitlar sendin ta'lim oldig'u kech kunduz chaqchiqing gulxon bo'lib yondig'u shu gulxonga opirin barkat bersin hibiga el paqrisan ey yigit to'xtatmag'in yo'lingni yordam qilib sabiga tang uzatding qo'lingni shu qo'lingda bir umr o'chirmagin o'tingni o't yurakka olqish ko'p barkat bersin hibiga nurtay hojim iskandar yetimlarning to'riki tang so'qidi sen bilan shu hojimning yuriki mangu bo'lib o'tinglar yetimlarning yo'liki sizlar bo'lg'ash yurt go'zal barkat bersin hibiga shu sabilar yo'lida talay topding joponi soqlarni o'qitding biqivilib nakoni mangu yozsaq arziydi xizr supat chakoni uyg'urlarning o'g'loni barkat bersin hibiga isom komni eslaymiz sen chaqchaqni qilganda Urayim kam ko'rinar san xo'jinni olganda Sattar komni eslab qo'y yuzni qo'ruq basqanda peshvolarmi yar yo'lak barkat bersin hibiga
Meme yüzdün kelgende sen özünmü balıttın. Tepip pulni sorundun yetimlarga otidin. Yetimlarning derdi köp sen mi çarçap yadidin. Şu yetimlar duası bereket bersin yibiga. Yaxşılarga naqş köp Mehmet Cikam dep ötken. Aramızda sendekler azlap ketken hem yutken. Yaxşılarga yazsak biz naqşımızmı bek köpken. Men tileymen Allah'dan bereket bersin yibiga. Hibika, oxirida sizning buningdan keyingi orzu armonlaringiz va planlaringiz to'g'risida qisqacha to'xtalib beramiz. Bo'ldi. Bundan keyingi hamda planlarim bu yil 2012-yili yana azroq mablag' yig'ib qo'ydim. Bir yil maktabni kengaytib silib yana bir akamiz bor hojim. Ashuni birlashib bir sanatoriya silib, bir ikki yaxshi buvay mo'maylava yordam qilayotgan men 22 oyli bor. Ne? Yılda hit bayram bo'lsin, boshqa bir og'riqchilar bo'lsin, mehribonlarni yo'qlab turibmiz-da oilasiga. Unmay, kiyim-kechak, ashtaqlar. Ashlarni hukumat bilan paranglashib, bir yerga ekilib uy silib ashlarni. Beqish nimasi bilan bir sanatoriya samoqchi bo'lib, shu maqsadlarni qilyapman-da. Hamda ashlar bir yerda bo'lsa, mayli og'riq bo'lsin, mayli bir ishlar bo'lsin, bir qo'radilam bo'lgan qilib bütçemneyle. Bizge mayli ig'ir kelganda bizdelik ba'zi qatnash qo'ral bo'lmagan ekan, unmayli bir joyga to'shiymiz ekan. Uningda bir yer bo'lsa, shu oila o'z tamoq etiblam, o'lash, ashqanda bizni qurpasak, ashad etib yeb, saykukta terpasak o'zdir o'talaydi. Da, bu vayla beka olgan ki mo'mayla. Ashtaq bir maqsad planlarim bor. Uni keyin bolalarim yana bo'lsa yana ko'paytib, iqtisod qarab shuni o'qitmoqchi-da. Kengaytiraman, maktabni kengaytirib, bir sanatoriya silishga hamda tayyorlik qilyapmiz. Hajim kamila bo'ljiq. Hibika, biz anlasak yaqinda shu G'o'ljida sizning tug'ilganligingizning 45 yilligini xotirlash munosabati bilan bir ijodiy faoliyat o'tkazmoqchi ekan. Mush faoliyat to'g'risida keng ko'rman do'stlarga, shunday turdoshlariga bir aniq tushuncha bergan bo'lsangiz. Endi bir yil 45 kiribdiman. Shu jarayonda 45 yilning yog'i shu ish kuchilib qoldi, salomatligim yaxshi emas. Birdan endi birdan bunda bo'lma. Yana birsi shu G'o'ljininki cho'nglari, yoshlari bir xotira, bir nimani qilsak, bir o'tkazib bersak deb onda degandiki, shu bo'pti deb bularga qo'shildim. Qo'l qo'yib berdim. Endi bular shu Urumchiga yenib keldim. Ular tayyorlik qilyapti. Shu bir cho'ng bir faoliyat o'tkazib, xotirlab bir qilsak, endi shu yaxshi gap so'zlarimni xotir elib, har bir oilaga birdan taqib qilsak, sening ba'zi anglamagan cho'nglar bor, chaqchaqlarni anglasa, unga bir xotir qilib qoldirsak, sen nurg'un yaxshilarni qilding, charchading degan o'xshash bir xotir ishni o'tkazmoqchi biz. Sizning hayot faoliyatlaringizni boshqalarga, ajdodlarimizga, keyingi ajdodlarga qoldirish orqali ajdodlarga bir ulgu tiklash shunaqmi? Hibika, oxirida Chimbuloq to'riga qanday yurak so'zlaringiz bor? Tordoshlar bilan bir anglab boqamiz. Bo'ldi. Chimbuloq to'rininki barliq ko'rmanlarga bir ikki qiz yurak so'zim bor. Bizniki mushchaqchaq ba'zi bir faoliyatlarimizni qo'llab, kamchilik yerlar bo'lsa, Chimbuloq to'ri orqali bizga tushib berishini, yana ba'zi bir yerlarimizga teg'imi qo'llab, quvvat berib, ishlab qilishini chin dilimdan umid qilaman. Ham Chimbuloq to'ridagi barliq ko'rmanlarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Hibika, oxirida sizning salomatligingizning texmi yaxshi bo'lishini, kunlaringizning xuddi o'zingiz qilgan chaqchaqdagidek xushal-xuram o'tishini umid qilib, Rashidi Araldan keltirilgan 100% saf quvvat ichimlikli nonini turbekitimiz, ya'ni Chimbuloq to'ri nomidan sizga ko'ngil so'g'it sifatida sundoq qabul qilasiz. Rahmat. Hibika, siz xalqimiz orasidan chiqqan, elga tonilgan bir chaqchaqchi ham saxovat egisi. Sizning buningdagi ishlaringizni keng avlodlarga tashviq qilish va ularga tarbiya ahamiyati berish jihatda zo'r ahamiyati bor deb qarayman. Mush munosabat bilan bizga bir xotir imzo qo'yib bergan bo'lsangiz, ham yaxshi bo'lardi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar Hibekamdan yaqinlar ekansizlar. Hammamizga ma'lum, Hibekam xalq orasidan chiqqan, elga tonilgan talantliq chaqchaqchi va saxovatchi. Undaq sizlarning Hibekam qarta qandaq yurak so'zlaringlar va taklif fikrlaringlar bor, keng tordashlar bilan birlikda anglab boqamiz. Bo'ldi. Musho ibekam hamda musho el so'ygan hamda chaqchaqchining birisi. Bu musho G'ojidan har danglik chaqchaqchilar chiqyapti. Masalan, Isam kamdak, Dodaxon kamdak, Yaqub kamlardek chaqchaqchilar chiqyapti. Hamda bu ibekamniki ular qaraganda ortiqchiligi xili bor. Musho yetimlarni o'qitib, musho sizga ashunday qilgan ishlari buni ishni jiq buniki. Men Hibekamniki o'sha inkasning haqiqatan tezligi shu ag'ulchi xalq chaqchaqlardimi, chaqchaqchilarmi jiq. Ham Hibekamniki ham boshqalarga qaraganda uslubi yaxshi. Inkasiniki gap so'zning o'rinliq ham ilmiyligi, shuningga ham xayr soat ishlarida har qanday ishlarda bu boshqa chaqchaqchilar nurg'un xalqlarning oldida turdi. Biz shuningga buni qo'llab shu yaqinda yordamlarni qilyapmiz kelsa. Birlikda yari yo'lak qilib o'tamiz. Kurashgan siz yillardan beri Hibekamning plastinkalarga siz mablag' deb chiqarib o'tibsiz. Qanday bir kuch turtkisdan shu Hibekamning plastinkalarni chiqishini o'ylashib qolgandingiz? Hamda musho daychilik sohasida hamda nima kam desa bir musho kulga musho bir kamladi. Hamda epizodlar chiqyapti, epizodlagan masalanga bu yizilib bunday o'qiydigan narsa. Bu chaqchaq degan masalanga haq ichidan to'qiblar mana hech kim nachim tinchlarkan darhol javob berib, hamda haqni qiziqtirgan narsalarda bu. Shuningga mushasiga bilib bu G'ojining chaqchaqlarini Shinjongga tunutish yuzsidan mushasiga o'sha daylan ishildim. Endi buningda hamda musho G'ojidan chiqqan musho To'g'liq apandi hamda musho bu yangi chiqdi. Ammo buning o'tkir she'rlari bilan ammo bu haqi tunilyapti. Hamda bu malaqqa kuch chiqqandak ammo shu sagalar chaqchaq soyasini bir xil jonlantirdi desak bo'ldi. Hamda shu boshqa sohildagi do'stlarning ana chaqchaq kelgan chaqda ba'zi ishlarni to'g'ri tushunishini o'ylayman. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Qadrli do'stlar, Hibubulla Abdurahim xalq orasidan chiqqan, elga to'lingan to'kibkor saxovatchilarimizdan biri. Biz ana shunday to'kibkorlarimizning ko'plab maydonga kelishini umid qilamiz. Chunki el o'zini so'yganlarni so'ydi. Qadrli do'stlar, Chimbuloq ekran suhbat programmamiz mushad oxirlashdi. Kelarsan programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.